chiqmaganman siz a? Lekin siz homiladorsiz-ku. Ja, sarim 6 haftalik. Kecha va bugun tarmoqlarda mana shu video juda tez suratda tarqaldi. Va bu video mualliflari menga yuridik konsultatsiyaga kelishdi. Xo'sh, bu holatda yuridik konsultatsiya nega kerak bo'ldi degan haqli savol tug'iladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, albatta tushunib olasiz. Xullas, bu video tarmoqlarda tez suratda tarqalgandan keyin video mualliflariga qo'ng'iroq bo'lgan. Biz ichki ishlar xodimlarimiz, siz zudlik bilan bu videoni olib tashlang va o'sha qizning danlilarini bizga bering. Shundan keyin ular yuridik konsultatsiyaga yozishdi, biz nima qilaylik? Endi bu videoda qonuniy normalar qaysi biri buzilgan va buzilganmi degan savol tug'iladi. Birinchidan, men ularga birinchi bergan savolim, videodagi qizning ovozi o'zgartirildimi? Va montaj ustalari ham o'zgartirdik deb javob berdi. Demak, video davomida qizni tanib olish imkonini beradigan, uning ism familiyasi, manzili, uning ovozi, tasviri yoki u bilan munosabatda bo'lgan erkakni tanib olish yoki uni aniqlab olish imkonini beruvchi hech qanday ma'lumotlar yo'q. Demak, bu yerda shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni normalari buzilmagan. Ichki ishlar xodimlarining qo'ng'irog'i bo'yicha quyidagi 3 ta tavsiyamni sizga beraman dedim. Ularga bergan tavsiyamni sizga ham bermoqchiman. Birinchidan, hech qachon ichki ishlar yoki boshqa tizim xodimlari sizga telefon orqali videoni o'chirish to'g'risida murojaat qilmaydi. Tartib unaqa emas. Ikkinchidan, hech qaysi tizim xodimi sizga kimnidir danli ma'lumotlarni olishda bu shaklda murojaat qilmaydi. Ular xohlasa o'zi danlisini topib oladi. Uchinchidan, hech qachon hech kimga telefon orqali nimadir qilingan murojaat natijasida siz o'zingiz sahifangizdagi nimadir ma'lumotni o'chirish yoki qayta qo'yish yoki tahrirlash yoki boshqa ishni qilishga majbur emassiz. Va uchinchisi, eng asosiysi, doimiy tarzda huquqiy savodxonligingizni oshirib boring. Chunki yuqoridagi holatga tushib qolishingiz mumkin. Video mualliflari o'sha paytda qo'rqib videoni o'chirishgan, lekin bu ularning xatosi edi. Siz ham shunday holatga tushib qolmasligingiz uchun albatta meni sahifalarimga obuna bo'lib, har kuni o'z huquqiy savodxonligingizni oshirib boring.